Oydod deyaradigan hovliga kelganmiz. Ya'ni To'qmang'it mahallasida, ya'ni Kosonda yo'lini ustida joylashgan 8,5 sotixli dang'illama uchastkamiz srochniy sotuvga chiqyapti. Bunday uyni kamdan kam topasiz. Mana shunday kattakon uy izlab yurgan tanishlarga zudlik bilan jo'natib, havas qilganlar bitta like bosib qo'yinglar. To'liqroq obzorini hozir ko'rsataman. Bu uyimiz juda ham kattakon. Bu tarafda bitta oila, bu tarafda bitta oila yashasa bo'ladi. Bu yerda bitta darvozaxonamiz, u tarafda bitta darvozaxonamiz bor. Ya'ni ugloyda joylashgan bu uyimiz. Ko'rishlaring mumkin. Zeleno zonalariga ham bittagina baho berib ketasizlar. Hamma narsasi qilingan. Endi to'liq tushuntiraman. Havas qilganlar yurakchani qizartirib, like bosib ketishni unutmanglar. Va mana shunday yuzlab yurgan tanishlarga hozir jo'nating, chunki bu uyni olsa bemalol kelib siz bu darvozadan yoki u darvozadan kirib mehmon bo'lib ketaverasiz. Endi to'liqroq tushuntiraman. Bu yerda bitta mehmonxonamiz joylashgan. Ko'rishlaring mumkin, hamma narsasi, ya'ni qoladigan qilib gaplashganmiz. Ya'ni bir ikkita narsalar olib ketadi, ya'ni qoladigan narsalarni egalari bilan gaplashasizlar. Narsalarga tortisha oladi. Bu yerda bitta xonamiz. Ko'rishlaring mumkin. Hamma joyi yevro remont qilingan. Bu yerda ham bitta xonamiz. Bu tarafda spalni xonamiz va bu tarafda oshxonamiz joylashgan. Bu yerda sanuzullar alohida ko'rishlaring mumkin. Sanuzullar aytganda 3 ta sanuzuli bor. Bu yerda oshxonamiz ham kengina qilingan. Svetlarni yoqib bittagina video qilay. Mayli videosi cho'zilib ketsa ham oxirigacha ko'rsangiz, narxini oxirida aytaman. Mana bu tarafda yana narsalar bor. Hamma narsani eng sifatlilarini qo'yishgan. Suv, gaz, svetda muammo yo'q. Dokumentarni kotelda ham ko'rishlaring mumkin. Isitish tizimini alohida xonalarga alohida qilingan. Ya'ni har bir xonaga alohida. Bu yerda bitta sanuzul, ya'ni ikkinchi sanuzul, uchinchi sanuzulni ham ko'rsataman. Bu yerga tandir o'choq qilishga sharoitlar qilib qo'yibdi. Kimdir bemalol kelib tandir qurib non yopaman deganlar bo'lsa, havas qilganlar bo'lsa, non yopsangiz ham bo'ladi. Bu yerda yana bitta darvozaxonamiz va bu tarafda ikkinchi oila yashaydigan xonalarni ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Kirishimiz bilan bu tarafda mehmonxonamiz alohida, bu tarafda esa yana kichikroq mehmonxona ko'rishlaring mumkin va sanuzulimiz ko'rishlaring mumkin. Va bu tarafda spalnimiz joylashgan. Eshiklariga ham bittagina e'tibor berasizlar. Hamma narsa qimmat-qimmatidan qo'yilgan ekan. Va bu yerda kattakon zal, bemalol mehmonlarni shu yerda kuzatersangiz bo'ladigan qilingan. Ya'ni bu yerga topli pol qilgan, bu tarafga topli pol, bu yerlar bu tarafga va bu tarafga batareya o'rnatgan. Hamma sharoitini zo'r qilib qo'yibdi. Kimni qiziqtirsa, mana shunday hovli izlab yurgan tanishlarga yana bir bor jo'natib qo'ying va narxiga keladigan bo'lsak, narxini $130,000 deyishmoqda. Kelishtirib beradigan joyi bor. Kimni qiziqtirsa bemalol kelib, egalari bilan savdo qilib bos yoradigan joyi.